Demak, oyoq uvishi har doim bel grijasi tufayli bo'ladimi? Va oyoq uyushgandan keyin har doim yagona variant faqatgina grijani operatsiya qildirish bo'ladimi? Shunaqa savollar odamlarda juda ham ko'p uchrab turadi. Demak, oyoq uvishi birinchi o'rinda o'zi faqat grijadan bo'lmaydi. Grija tufayli oyoq uvishi ham kuzatiladi. Demak, bugun sizlar bilan oddiy oyoq uyushishi bilan grija tufayli uyush haqida, ularning farqi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi o'rinda grija haqida gaplashamiz. Grija, bel grijasi bizning belimizdagi o'ngtoq pog'onida disklarni ma'lum bir miqdorda bosim hisobiga ezilib, nerv kanaliga o'tib, bizning belimizdan tarqayotgan oyoqqa yoki biron bir qaysidir organ ketayotgan nervni ma'lum bir miqdorda qisib, o'sha joyda qon aylanishini o'zgartirganligi uchun og'riq beriladi va bu grija tufayli bo'ladi. Demak, grijani og'riq ko'pchilik biladi, bel bilan oyoqqa beradi, oyog'i ham o'ng yoki chap tarafiga. Ayrim kamdan kam holatlarda o'ng chap ikkala oyoqqa ham og'riq berishi mumkin bo'ladi. Bu endi grija soni sal ko'proq bo'ladi, grija millimetri ko'proq bo'lib, bosim o'sha o'ng chap ikki tarafga bir xil bo'lgan paytda ikkita oyoq og'riq berishi mumkin bo'ladi. Demak, oyoq uvishi. Oyoq uvishi bel grijida srazuga oyoq uvishib ketmaydi. Birinchi o'rinda grija borligini payqagan odamda belida o'zida og'riq paydo bo'la boshlaydi. Keyinchalik o'sha oyoq bir tarafda og'riq sekin-sekin sezilib, og'riq ko'payib borib, bu og'riqlarga kimlardir harakat qilib, qaysidir muolaja lecheniyalar qiladi. Yaxshi bo'lmaydi va vaqti kelib sekin-sekin muddat o'tgan sari og'riq kuchayib, keyin u uvishishga o'tib qoladi. Oyoq o'zi sezmaydi, jimirlashib, uyushib qoladi. Ko'pchilik endi xalq tilida hamma joyda har xil ataladi. Kimlardir uxlab qoladi deb aytadi, kimlardir uyib qoladi. Xullas, tushundinglar o'zini bo'lishini bijir-bijirlab, oyoq bir tarafi o'sha qattiq uyushib, harakatlar ko'pchilik yosh qotilida bo'ladi. O'sha oyoq kiyimini ham kiydim deb o'ylab, oyoq kiyim kiymasdan ketib qoladi. Misol uchun, tegi shunchalik uyushib ketganligi uchun o'sha sezmay qoladi u odam. Demak, bu grijani oldin og'riqlari bo'lib o'tib, o'sha grija o'sib borib, ma'lum bir joyga kelgan paytda oyoq uvishi kuzatiladi. Uyushishning sababi, demak, beldagi qon tomir o'sha nerv qisilib, oyoqda bo'ladigan qon aylanish общий o'zgarib, metabolizm yaxshi bo'lmaganligini hisobiga, demak, oyoq uvishadi. Bunaqa holatda ko'pchilik oyoq uyushdimi, bo'ldi, operatsiya ekan degan gap ham ishlatiladi. Demak, u operatsiya qilinishi har doim ham to'g'ri emas. Oyoq uvishishini tez yoki sekin bo'lishi nerv kanaliga bog'liq. Misol uchun, 7 millimetrlik grija odatda kattaroq, lekin operatsiyasiz davolash imkoniyati deyarli 95% holatda bor. Odatda nerv kanali torroq odam bo'lsa, 5 millimetr grija bilan ham oyoq uyushadi. Ayrim odam nerv kanali kengroq bo'ladi, o'sha 10 millimetr grija bilan ham oyoq uyushmaydi. 11-12 bo'lgandan keyin uyushadi. Demak, grija 10 millimetr bilan kattalashgandan keyin bizda tabiiy yo'l bilan davolash ehtimoli juda ham pasayib, operatsiyaga muhtojligimiz deyarli 80-90% borib qoladi. Shuning uchun grija borligini aniqladingizmi, o'z uchun tezroq harakat qilib, grijani faqatgina cho'zish usuli bilan davolashni qo'llab qo'yishni tavsiya beraman. Demak, oyoqni oddiy uyushish haqida gaplashamiz. Ikkala oyoq ko'pchilikda tizidan pasti baravarga uyushadi. O'sha uxlab qoladi deb aytishadi. Hech nima sezmaydi. U uyushish qanaqa bo'ladi? U og'riqqa bog'liq emas. Uyushishdan oldin qanaqadir og'riqlar bo'lib kelib, grija bo'lsa sekin-sekin paydo bo'lgan narsa bo'lmaydi. Vaqt o'tib sekin-sekin cho'ta uyushish paydo bo'ladi. Kamdan kam boshlab sekin-sekin uyush ko'payib boradi. Demak, bu qanaqa holatda bo'ladi? Uyushishga asosiy sabab oyoqdagi qon aylanish pasayib ketganligi uchun bo'ladi. Demak, bizda oyog'imiz tikka turgan paytimizda ham, o'tirgan paytimizda ham ikkita oyog'imiz pastga tikka turadi. Demak, birinchi navbatda yuragimizdan oyog'imiz uzoqroqda joylashgan. Yurakga bosim oyoqqacha maksimal darajada juda ham kuchli bo'lib yetib bora olmaydi. Demak, oyoqdagi bosim nisbatan kamroq bo'ladi. Endi harakati kam odamlar, yeb ichishda juda ham betartib bo'lgan odamlar, yomon odatlar, misol uchun spirtli ichimlik, nikotin ko'p qabul qiladigan odamlarda, to'g'ri ovqatlanishga rioya qilmaydigan odamlarda, demak, qon tezroq quyiladi. Qonni quyilishini qanday tushunamiz? Qon quyilishi ko'proq o'lik qon bo'ladi. Buning sababi qon o'ladi, yoshin-yashan ma'lum bir miqdorda o'lik qon ko'payib borgan sari, boya aytganimizdek, oyoqda qon aylanish pastligi uchun u qonlar oyoqqa cho'kib boradi. Misol uchun, choyga shakar solsak, piyolani tagiga cho'kadi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Maksimal darajada quyuq qonlar oyoq pastiga qarab tushib boradi. Shuning uchun sahar odamlar ko'pchilik shu oyoq qattiq og'riydi. Sahar odamlar oyog'i ko'p og'riydi. Demak, sahar odamlar oyoqlarini bostiradi.
o'shanda mazza qilib og'riq kamayadi. Demak, sahar, shakar, qon yanada quyuqlashib, eng quyuq qonlar oyoqqa tushib qoladi. Shuni hisobiga oyoqda og'riq paydo bo'ladi. Demak, oyoq o'shishi sababi ham qon, quyuq qonlar oyoq kapillyar qon tomiri, oyoq terining ustini polniy qoplab olganligi uchun qon aylanishi yaxshilanmay, uyushadi, og'riydi, tomir tortishadi, muzlaydi, isimaydi, teglari jimirlashib, qizib ketganga o'xshagan holatda kuzatiladi. Demak, bunaqa holat bo'lsa, buni yo'li juda ham oson. Buni jazosi bitta hijoma olish kerak bo'ldi. Bitta hijoma qilinadi, xudo xolisa zo'r bo'ladi. Odamni o'zi uchun xohlasa, bundan ham yanada yaxshiroq bo'lishi uchun hijomani ketidan zulga olsa yaxshi ta'sir qiladi. Ko'pchilik bunga ham amal qilmaydi. Qoningiz quyuq ekan, qoningizni birinchi suyuqlashtirib olishimiz kerak, zulk qo'yib, keyin ertadan keyin hijoma qilamiz degan gap chiqadi. Demak, bu noto'g'ri. Birinchi bo'lib hijoma qilinadi. Qon qancha chiqsa chiqmasa, misol uchun men kecha 2 kun oldin bitta odam hijoma qildim, erkak kishi. Oyoqdan 10 ta to'kiyo qo'ydik, bir qoshiqgina qon chiqdi. Lekin ertasi kuni hol ahvol so'raganimda og'riq juda ham kamagan, o'sha odam maza qildi. Demak, ertaga u odamga biz zulk qaytadan qo'yamiz. Demak, farqiga borib olinglar. Oyoq o'shdi bo'ldi, griz degani emas. E'tibor qilamiz. Ikkala oyoq baravar yoki bir olib bir qo'yib o'shishi qon aylanish yomonligidan bo'ladi. Ko'proq harakat qilib, o'zingizni ehtiyot qilib, issiq qilib, ko'proq harakatda bo'lsangiz, uyushishlar kamayib boraveradi buni holatda bo'lsa. Agar grizi bo'lsa, oyoq bir taraf polniy ushib qoladi. Buni birinchi bo'lib MRT qildirasiz. MRTda chiqqan javobiga qarab, millimetrga qarab, kichikroq bo'lsa tabiiy yo'l bilan lecheniya qilib davolashingiz mumkin. Yoki kattaroq bo'lsa, boshqa iloj qolmagan taqdirda operatsiya qilishga majbur bo'lishingiz mumkin. Demak, ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Qo'ldan kelgancha sizlarga bitta narsa xalq tilida oddiy, sizlar tushunishlik yaqin tilda tushuntirishga harakat qilamiz. Chunki meditsinskiy tarafdan ko'pchilik gapirsa, bu yoqda odamlar oddiy odamlar tushunishi sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun sizlarga men oddiy tilda tushuntirishga harakat qildim. O'zingizlarning fikrlaringizni qanaqadir maslahat yoki biron bir savol-javoblarni kommentariy yozib qo'ysanglar bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar, biz chunki sizlarga harakat qilamiz. Har kuni shunaqangi yangi ma'lumot yoki o'zimiz davolash usullarimizdan bemorlar bilan suhbatlar qo'yib borishga harakat qilamiz. Demak, hamma harakatlarimiz sizlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.